Yangi tong oshxonasining muxlislari, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xayriyat, navbat bizga ham yetib keldi. Sizlar bilan Kaminaviy Kaptarin Azizaxon va bugungi mehmonimiz Jahongir aka Shukurov, shef-povar bo'ladi. Jahongir aka Jizzax milliy taomlarida shef-povar bo'lib ishlaydilar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Shinamgina oshxonamizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan nimalar tayyorlaymiz? Yengilgina, bayramona, Sezar salat qilib beramiz. Bo'lmasam ishimizni boshladik o'rtoqlar. Xo'sh, bizga nimalar kerak bo'ladi? Iceberg kerak bo'lar ekan. Shu kerak bo'ladi. Tovuq go'shtini ko'ryapman, budlanganmi bu? Tovuq go'shti ichiga sop, mayonez bilan sop aralashtirib qilsak ham bo'ladi. Atak buni parrak qilib, Sezarda atrofiga terib qilsak bo'ladi. Keyin mana bu cheri pomidor ichiga solsak ham bo'ladi. Cheri pomidorni o'rtasidan bo'lib ichiga solsak ham bo'ladi. Alohida terib bir ukrasheniya uchun qilib yesak bo'ladi. Xo'p. Bu sir. O'zini, denni shundoq qo'lda maydalab tashlasak ham bo'ladi-da. Yumshoqqina o'zi. Jahongir aka, faoliyatingizni necha yildan beri olib borasiz? Men bu sohada 2016-yildan beri faoliyatimni olib boraman. Birinchi bo'lib bizlarni Toshkentga ishga chaqirgan tog'am bo'ladi. Tog'amdan ham kattasi bor. Obid degan inson, xolamning eng katta xolamning o'g'li bo'ladi deyiladi, qishloqchasida. Shu inson bizlarni yetaklab kelganda Toshkentga. Ismlari Obid. Keyingisi tog'am, Navruz ismi. Shu inson bizlarni sababchi bo'lishgan. Sababchi bo'lganda ular. Ana endi mana qarang. Bu tayyor bo'ldi. Xo'sh. Iceberglarni sovoldik. Cheri pomidorlarni ham ichiga soldik. Ana endi mana bu tovuq go'shti. Shuni maydalab ichiga sovorsak, faqat shashikdi bilan. a'lo ustiga a'lo nur bo'ladi. Qarang, bu dudlangan tovuq go'shti. Oddiy qaynatib ham solsa bo'ladi. Qaynatib ham solsa bo'ladi. Shuni skoro, grik skorodga bor-ku. Ana shunda yuqa qilib solsa bo'ladi. Hammasini soldik ichiga. Iceberg, cheri pomidor. Qarang, nimaga tovuq go'shtini pari qilib emas, kvadrat shaklida kesdingiz? Hech ahamiyati yo'qmi? Yo'q, endi maydalab tashlasa ham bo'lmaydi-da buni. O'rtasidan bitta bo'lsa, o'zi kichkina yo'q. Tovuq go'shtinimi? Ichiga solib aralashtiramiz. Ustiga termaymiz. Ustiga termaymiz-da, ustiga mana bunisini teramiz. Qani bo'lmasa mayonez solyapmiz. Mayonez. Shu qay yanada kaloriyasi kamroq bo'lishi uchun mayonez o'rniga nima ishlatsak bo'ladi? Biz mayonez salat yeyish kerak. Ana endi. Keyin solamiz. Tayyor bo'ldi.